burunga ovoz yo'naltirsangiz, demak siz ovozni noto'g'ri boshqaryapsiz. Ovoz mashqiga o'tishdan avval burnimizni yopamiz va burnimizda vibratsiya his qilishimiz kerak emas. Boshlang'ich ta'limli vokalistlar uchun mashqni hozir ko'rsataman. Za zo za zo za za zo za zo za za zo za zo za za zo za zo za. Ana endi men bilan birga.